O'zbekchani bilmaysizmi? Xonim, sizga biror nima kerakmi? Aka, siz o'zbekmisiz? Ha. O'zbekman. Ha. Menga achchiq kofe kerak. Bir dona koy. Tamam. Bo'ldi, aytaman. Achchiqni olib keladi. Achchiq qop-qora bo'lsin, xo'p. Xo'p, bo'ladi. Kechirasiz aka. Men bilan biroz birga o'tira olmaysizmi? Bugun oyimni vafot etgan kunlari. Nimagadir o'zimni juda ham yolg'iz his qilyapman. Agar mumkin bo'lsa albatta. Ha. Mayli. Siqilmang. Bu dunyoda yaqini tirik bo'lib turib, yolg'iz yurganlar ham ko'p. Sizni ota-onangiz bormi? Ha, bor. Juda ham baxtli ekansiz. Men esa otam ham, onam ham yo'q. O'zim amakimni qo'lida katta bo'lganman. Kelinoyim bir kosa ovqat uchun tinmay ishlatardi. Juda ham qiynalardim. Yetimning ko'rgan kuni quysin deyishadi-ku. Yoshim 20 ga yetib, bir amallab Turkiyaga qochib keldim. Anchadan beri bu yoqdamisiz? 5 yil bo'ldi. Bir keksa onaxonga qarayman.